Sizlarga bir ikkita savolimiz bor edi yo'l belgilari to'g'risida. Kameraga olmang. Sizga aytadigan yo'l belgilarimiz bor edi. Sizga ko'rsatamiz. Agar topa olsangiz, xudo xohlasa sizga sovg'amiz bor. Yo, sovg'a menga yoqadimi, hali yoqmaydimi? O'ta yoqadi. Birinchi belgimiz To'xtash taqiqlovchi. To'xtab turish mumkin emas-da. to'xtab turish mumkin emas. To'xtash запрещён-da shu. To'xtash belgisi запрещён. No, запрещён-da shu o'rischalar. To'xtash mumkin emas-da. Hop, bu belgi to'xtab turish taqiqlanadi. Ya'ni transport vositalarini 10 minutgacha 10 minut ichida to'xtab odam tushirib chiqarib yoki nimadir yuklarni ortib tushirib chiqarish mumkin. Ko'rganmisiz oldin bu belgini? Ko'rganman. Qarang, bu avtoturargoh faqat poygachilar uchun yoki maxsus mashinalar uchun. Adashib kirib qoldingizmi? Kiraverishda turgan znakni ko'rmadingmi? Parkovka. Znak parkovka stoyanka. Mana bunga qo'yiladi mana bu. Vaqtinchalik belgi bu. Parkovka. Piyodami endi bu? Parkovka ko'k rangda bo'ladi.